Assalomu alaykum do'stlar, Koreya Mania kanaliga xush kelibsizlar. Demak, bugun sizlarga juda ham bir qiziq mavzuni olib keldim. Ya'ni Koreyada Yuga Hyuchik degan sistema bor. Ya'ni ota-onani agarda farzandingiz bo'ladigan bo'lsa va ishlayotgan bo'lsangiz, siz ishxonangizda demak bola ta'tilini olishingiz mumkin. O'zim yaqinda bola ta'tilini oldim, ya'ni Yuga Hyuchikka chiqdim. Shu to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tkazmoqchiman shu videoda va o'ylaymanki ko'pchilikga juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki ko'pchilik Yuga Hyuchik sistemasi to'g'risida bilmasligi mumkin. Koreyada ancha vaqtdan beri ishlab kelayotgan bo'lishi mumkin, farzandlari bo'lishi mumkin va shu holatda ham shu Yuga Hyuchik sistemasini bilmasligi mumkin. Ya'ni bola ta'tili. Shuning uchun qisqacha shu videoda ozgina bo'lsa ham shu Yuga Hyuchik to'g'risida, Koreyada shu to'g'risida ozgina o'zim bilgan ma'lumotlarimni sizlarga berib o'tmoqchiman. Demak, o'zim yaqinda shu 1-apreldan 3 oylik mehnat shu bola ta'tiliga chiqdim. Shuning uchun bu jarayon o'zi qanaqa bo'ldi, shu to'g'risida qisqacha sizlarga aytib o'tmoqchiman. Agar sizlar Koreyada bo'ladigan bo'lsanglar, ishlab kelayotgan bo'lsanglar, albatta bu sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Xullas, demak, qisqacha aytadigan bo'lsam, Koreyada menimcha shu so'nggi 1-2 yildan beri nafaqat onalar, balki otalar ham demak bola ta'tiliga chiqishi mumkin. Bu narsa endi O'zbekistonda demak shu otani shu bola ta'tiliga chiqishi degan gap yo'q. O'zbekistonda bilishimcha ona balki chiqishi mumkin, ona chiqadi, lekin Koreyada shu yaqin vaqtdan boshlab demak otalar ham agarda 8 yoshgacha bo'lgan farzandi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu yerda yosh chegarasi ham bor. 8 yoshgacha agarda Koreyada farzandingiz bo'lsa, demak siz va ishlayotgan bo'lsangiz, Sade Poxomga va aynan Koyon Poxomga ulangan bo'lsangiz, ya'ni bu yerda 4 ta oylikdan yechiladigan soliq turlari bor. Shu ishlab kelayotgan bo'lsangiz, demak siz va farzandingiz shu boya aytganimdek 8 yoshdan oshmagan bo'lsa, siz Yuga Hyuchikka chiqishingiz mumkin, ya'ni bola ta'tiliga. Xullas, siz agar bola ta'tiliga chiqadigan bo'lsangiz, demak davlat tomonidan belgilangan miqdorda o'sha pul olishingiz mumkin. Ya'ni bola pulini olishingiz mumkin. Xo'p, bu to'g'risida qisqacha men shu davlat tashkilotining sayti bor. Shu saytdan sizlarga ko'rsatib, ozgina berib o'tib ketaman. Demak, ozgina tushuntirib berib o'tib ketaman. Xo'sh, sizlarni demak hozir bu yoqqa ekranga qarataman. Demak, birgalikda ko'rib ketamiz. Do'stlar, mana demak Koyon Poxomi sayti, Koyon 24 sayti, Vor 24. Mana shu yerga kirsanglar, Yuga Hyuchik to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Eng asosiy ma'lumot mana shu joyda va aynan mana shu joyda siz Yuga Hyuchikka chiqishingiz mumkin. Lekin bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak, ya'ni ko'p ishxonalar balki ya'ni yordam bermasligi ham mumkin, ya'ni sizga ruxsat bermasligi mumkin Yuga Hyuchikka chiqishingizda. Lekin bu sizning huquqingiz hisoblanadi. Agarda Koreyada demak shu 6 yoshdan ortiq 8 yoshga yetmagan hali farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, demak sizning haqqingiz bor. Bemalol aytishingiz kerak, lekin 1 oy oldin ishxonangizga aytishingiz kerak. Shu Yuga Hyuchikka chiqishingizdan oldin, kamida 30 kun oldin aytilishi kerak bu narsa. Demak, siz aslida necha yoshgacha Yuga Hyuchikka chiqishingiz mumkin? Keling, yaxshi hozir mana bu yerda saytni boshidan boshlaymiz. Mana Yuga Hyuchik Pyonin imshin chugun yoson killoja igona palse ihatonin choding hakyo. Choding hakyo iyangnon chanyoril viya, hozir mana bu yerda o'qiyapman. Killojaga ki chanyo yangyugil viya chede ilnyon yukki bo'lgani Yuga Hyuchigil sayohan kyongu hetan kelgan chigirtini kipyoyini. Demak, bu yerda nima deyapti? Bu yerda mana homilador ayol ishchi bo'lishi mumkin yoki umuman 8 yoshgacha bo'lgan yoki maktabni o'sha 2-sinfi gacha bo'lgan yoshdagi bola, ya'ni 8 yoshgacha farzandingiz agar Koreyada bo'layotgan bo'lsa, siz maksimum 1 yil 6 oygacha bo'lgan Yuga Hyuchikka chiqishingiz mumkin. Aslida 1 yil, lekin plus qo'shimcha 6 oyga yana cho'zdirishingiz mumkin hisoblanadi. Meni o'zimda 2 ta farzandim bor va katta farzandim 4 yoshda, kichkinasi 2 yoshda. Men 4 yoshli farzandim uchun demak Yuga Hyuchikka chiqdim, ya'ni uni nomidan chiqdim. Hozircha 3 oyliga topshirgandim men va mana o'zi ko'rib turganingizdek, maksimum 1 yil 6 oygacha. Agar 2 ta farzandingiz bo'lsa, demak 1,5 3 yilgacha siz
yuga hechukka aslida chiqishingiz mumkin. Lekin boya aytib o'tgandek ko'p ishxonalar yordam bermasligi mumkin. Lekin bu sizning huquqingiz. Ya'ni agarda 6 oydan ziyod siz ishlab kelayotgan bo'lsangiz va sadepxonga ulangan bo'lsangiz, demak siz yuga hechuk olishingiz aslida mumkin. Albatta bu ko'p ishxonalarga qarab farq qilishi mumkin, lekin shu boya aytgandek, ya'ni siz bu sizning huquqingiz hisoblanadi. Xo'p, endi pastrog'iga tushamiz. Bu yerda demak nima deyapti? Bu yerda mana yuga hechuk kesanga ya'ni kalkulyatori bor. Qancha sizga yuga hechuk summasi chiqishi mumkin? Demak, asosiy ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa, aytaylik siz yuga hechukka chiqdingiz, endi demak davlat tomonidan har oy sizga qancha pul chiqadi degan savol kelyapti. Demak, mana bu yerda Chivon Kimek demak 100% gacha shu o'rtacha ish haqini 80-100% miqdorda sizga har oy demak davlat, ya'ni bola puli desak bo'ladi. O'sha bola ta'til puli beriladi. Bu qanchani tashkil qiladi degan savol sizda paydo bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu yerda ko'rsatib o'tilyapti. Aslida 6+6 degan narsa ham bor. Ya'ni farzandingiz tug'ilgandan 18 oyligacha bo'lgan davrda siz ko'proq demak shu agarda bola ta'tilga chiqadigan bo'lsangiz ko'proq summa olishingiz mumkin. Lekin meni holatimda qanday bo'ldi? Meni farzandlarim chunki уже 18 oylidan o'tib ketishdi. Kattasi 4 yoshda, kichkinasi 2 yoshda. Men katta farzandim uchun demak o'sha yuga hechukka chiqdim. Chunki katta farzandim o'zi yoshi o'tib boryapti. Boya aytgandek 8 yoshgacha ishlatib borishimiz kerak. Shunday holatda mana 1 oydan 3 oygacha siz 2,5 million won olasiz. Mana bu yerda yozib qo'yibdi mana 2,5 million won. Bu taxminan qancha bo'lishi mumkin? $2,000 ga yetmaydi, $1,800 atrofida, lekin umuman yashashingizga yetadi. 2,5 million won. Xo'p. Demak, birinchi 3 oy siz 100% miqdorda, ya'ni maksimum shu mana shu 2,5 million won demak bola pulini olasiz. Agar siz demak yana agar aytaylik keyingi 3 oyda, ya'ni 4-6 oyligida 2 million won miqdorda olasiz. Mana ko'rsatib qo'yibdi 2 million won. Ya'ni mana shunday tushib boraveradi. Keyingi mana 7 oylikdan to o'sha 12 oyligacha siz 1,600,000 won olasiz. Demak, mana shunaqa tartibda sizga agar siz bola ta'tilga chiqadigan bo'lsangiz, davlat tomonidan demak har oy mana shunday pul mablag'lari sizning hisobingizga o'tkazib turiladi. Bu yerda demak, agarda yana 6 oy mana shu 1 yil kamlik qilib yana siz 6 oy agar yuga hechukka chiqmoqchi bo'lsangiz, demak yana cho'zdirishingiz mumkin 6 oyga va o'sha cho'zdirilgan 6 oy uchun har oy 1,600,000 wondan beriladi. Bularning hammasi mana shu saytda yozib qo'yilgan. Men shunchaki sizlarga kerakli joylarini tarjima qilib o'tib ketyapman. Mana bu yerda agarda shu 6+6 ya'ni farzandingiz 18 oylikdan kichik bo'ladigan bo'lsa, demak siz 4,5 million wongacha, 2,5 milliondan 4,5 million wongacha har oy bola puli olishingiz mumkin. Bu men boya aytgandek, meni farzandlarim yoshlari sal katta, o'sha 18 oylikdan o'tib ketganligi uchun bu bizga to'g'ri kelmadi. Demak, agar siz farzandingiz 18 oygacha bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Bu yana ham yaxshi. Xo'p. Mana boya aytganimizdek, o'sha 7-oylikdan keyin 1,600,000 won miqdorida bo'ladi. Agarda farzandingiz demak o'sha 18 oylikdan yuqori holatida bu. Xo'p, asosiy mana shular do'stlar. Xo'p. Demak, mana boya aytgandek 30 kun oldin siz ishxonangizga yuga hechukka chiqmoqchiligingiz to'g'risida aytib o'tishingiz kerak. Aslida demak qonunda shunday ko'rsatib o'tilyapti, chunki agarda siz 30 kun oldin aytib qo'yishingiz sababi demak ishxona sizni o'rningizga boshqa odam topish kerak yoki umuman buni hujjat ishlari ham bor. Shuning uchun odatda 30 kun oldin 30 kun emas, balki shu 2 hafta oldin ham aslida aytishingiz mumkin u. Lekin bu holatni demak ishxona bilan kelishingiz kerak ya'ni. Xo'p, demak mana shular azizlar. Ya'ni do'stlar, hozir yana ozgina qo'shimcha kiritadigan bo'lsam, agar siz shu yuga hechukka, ya'ni bola ta'tilga chiqadigan bo'lsangiz, aslida siz ishxonangizga ham bu davlat tomonidan
yordam puli beriladi, ya'ni 200 ming 300 ming atrofida. Ya'ni sizni ishxonangizga ham bu juda ham foydali, ya'ni ular sizni, ya'ni ishxonangiz sizni yurga hujga chiqaradigan bo'lsa, bu sizga ham foydali. Shuning uchun bemalol bu imkoniyatdan foydalanishingiz kerak agarda ishxona ruxsat beradigan bo'lsa. Men o'ylaymanki, bu juda ham ko'p davlatlarda bo'lmagan tizim hisoblanadi. Shuning uchun Koreyada bu tizimni borligini sabablaridan biri, bu tizimni shu yo'lga qo'yishgan sabablaridan biri albatta o'sha farzand tarbiyasi va tug'ilishini kamligi, shu narsalarni inobatga olib bu sistemani qo'yishgan, bu tizimni yo'lga qo'yishgan va mana shu otalar uchun ham borligi juda ham yaxshi va nafaqat koreyslar, balki mana foreigner, ya'ni biz o'sha vegugenlar, chet elliklar ham bu imkoniyatdan foydalanishlari mumkin. Shunday do'stlar, agarda siz ishxonangizdan o'sha yoga hujga ruxsat so'radingiz, lekin yoga hujga agarda ishxonangiz ruxsat berishmasa, bu qonunchilikda o'sha javobgarligi bor, ya'ni 5 million vongacha ular jarimaga tortilishi mumkin. Shuning uchun ham bemalol bu to'g'risida sizlarning so'rashga haqqinglar bor va albatta shu ishxona ham majbur hisoblanadi. Shu 30 kun oldin agar siz bu to'g'risida ogohlantirgan bo'lsangiz, ya'ni yoga hujga chiqmoqchiligingizni aytgan bo'lsangiz, demak albatta shu ishxona demak sizni bu so'rovingizni qoniqtirish kerak. Chunki 5 million jarima ham bor va o'sha bo'layotgandaqa agarda siz yoga hujga chiqadigan bo'lsangiz, ishxona shu 200 ming won, 300 ming won atrofida ularga shu davlat yordami puli bo'ladi. Xo'p, yana qanaqa savollar bor? Agarda savolinglar bo'ladigan bo'lsa, shu bola ta'tili, ya'ni yoga hujga to'g'risida bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ko'p agar oralaringizda shu yoga hujni Koreyada ishlatgan yoki ishlatayotgan bo'lsa, albatta men berayotgan ma'lumotlarga qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tishingiz mumkin. Videoni shu Koreyadagilarga agarda ulashib qo'ysanglar juda ham foydali bo'ladi ularga ham. Xo'p, keyingi videolarda yana ham shu Koreyaga oid yangiliklar, vizaga oid yangiliklar, shular kabi demak videolar qilishga harakat qilaman. Hammaga omad. Agarda kanalimga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar sizlar.